Uyqu tahoratni buzadi, buni bilamiz, lekin bir inson suyanib uxlash tahoratni buzmaydi deb qoldi. Biz ko'p mashinada yuramiz, uydan erta tahorat bilan chiqib ketamiz va mashina ko'p yurgani uchun mashinada biroz uxlab qolamiz. Shu o'rinda mashinada o'tirib uxlab qolganda tahorat buziladimi deb savol yo'llabdi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu savol beruvchi birodarimizning birinchi aytgan gaplari uyqu tahoratni buzishini bilamiz degan gaplarni o'zi noto'g'ri. Chunki shariatda yo'qki, uyqu tahoratni buzuvchi holat emas. Balki buziladi qachonki uxlab qolgan odam o'sha uxlagan joyida mabodo suyanib uxlayotgan bo'lsa, ana shu uyqusi juda ham g'olib kelib, qattiq uxlab yiqilib tushadi. Yotib qoladi. Shunda orqasi yerdan uziladi. Ana shu holatdagina tahorat buziladi. Ya'ni qaysiki chalqancha yotib, uzala tushib uxlagan odamning tahorati buziladi. Chunki bu holatda u orqasini yerga bosib yotmaydi. Ammo o'tirgan holatda uxlasa, mana mashinada yurayapman deydilar. Hozir haqiqatan mana samolyotda yuramiz, poyezdda yuramiz, uzoq masofalarga uzoq ko'p soatlab yuramiz. O'sha paytda tabiiyki uyqu bosadi. Bir qanchadir muddat odam mizg'ib uxlaydi, lekin shu uxlagan vaqtida suyangan holatida, shu o'tirgan holatidan boshqa holatga yotib qolmasa, mana shunday holatda u qancha muddatda uxlasa ham uni tahorati buzmaydi. Chunki bu yerdagi asosiy masala mana fiqh kitoblarida yoziladiki, o'sha odam o'tirgan joyida orqasini bosib o'tirish kerak. Mana shunday bosib o'tirgan holatida u uxlab qolsa, tahorat buzilmaydi. Lekin kitoblarda keladiki, agar shu uxlagan odam bir narsaga suyanib turuvdi, farazan shu narsani suyagan narsasini olib tashlasa, u odam shu uyqusida davom etib yotib qoldida, yana uyquda davom etyapti. Mana shu holatda u tahorat buziladi. Lekin haligi suyangan narsasidan olib tashldi, bu odam yiqilmasdan o'zini tutib qoldi va orqasi joyidan qo'zg'almadi. Mana bu odamning tahorati buzilmaydi. Shuning uchun demak u uyquni o'zi aslida tahorat buzmaydi, lekin odam yotib uxlaganda yoki orqasini bosmasdan yonboshlagan paytida uxlaganda shu orqasi demak joyidan qo'zg'aladigan bo'lsa, ana u holatdagina tahorat buziladi.